Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tarmog'idagi kuzatuvchilarimiz, Ilhomboy darvozasi kanalining obunachilari. Bugungi manzilimiz Qo'qon shahrida bo'ldi. Shader fasonimiz gigant razmerdagi ustanovkasini yakunladik. Eniga 4.30, balandligi 4 metr, ikkita nalichkasi bilan 4.90 ga 4 metrli holatda bo'lgan. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, oldindan bittadan like bosib qo'ying va narxini video davomida aytib o'tamiz. Hop, darvozamiz 3 qavatli bo'lgan, 1.8 plyusovoy qalin listlarda ikkinchi qavati gipga holatda chiqarganmiz, uchinchi qavati birli shirshaviy listimiz. Bunga arzon materiallar ishlatilmagan. Mana bu joyiga ahamiyat berib ko'rsanglar, misol ko'p joyda vibra ishlatilishadi. U arzon, metr 2800 so'm. Bu haqiqiy traktor gladki deyiladi. Metri ham 12000 so'mdan turadi. Hop, yondorlari 10 ga 10 brus profil to'rli stenkada bo'lgan bu. Undan tashqari o'ziga yarashimli 30 santimetrli hoshiyalar, adnalishkalarini qilganmiz. Unga ham o'ziga yarasha kovunli gullar, vibralar, chiroyli jihozlar, tumbuchkalar bilan chiqarib berganmiz. Ba'zi joylariga levsdan tilla bezaklarni berganmiz. Xudo xolasa ishimiz yoqdi, egalariga ham chiroyli topshirdik, egalariga ham yoqdi. Hop, narxiga kelsak, narxi kvadrat metri 1.700.000 so'mdan 2.400.000 so'mgacha bo'lgan holatda chiqadi. Endi u qanday bo'ladi? Misol materiali har xil holatda. Hop, 1.5 listdan chiqadi, misol 1.6 bor, 1.8 lik, 2 lik, har xil. Endi profillari ham xuddi shunday. Buni aytib o'tib ketay. Hop, yondorma qovurg'a profillari ham 8 ga 4 lik bo'lgan, 2 listenkada bo'lgan bu. O'zi asnovni ko'p joyda 6 ga 4 lik ishlatiladi. Endi zubmani zamoylariga ham alohida chiroyli e'tibor berib, o'ziga yarashimli gulli rozamok qo'yib berganmiz. Egalariga ham misol shuni birgalikda tanladik. Hop, endi taglari shiviller, mashina kirib chiqish uchun обязательно shiviller ishlatiladi. Tepa qoshlariga ham 40 santimetrli nalichkasini chiqarganmiz. Xudo xolasa bir ko'rib chiqib, ishimiz yoqqan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Misol O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkamiz besplatni bo'ladi, mutlaqo bepul. O'zimiz borib o'lchash, olib borib o'rnatish hammasi ichida bo'ladi. Endi bitta ko'p joyda kelishmovchilik bo'ladi. O'zing o'rnatasan deb turib, misol hashar chiqib berishmaydi. Endi shu joyga bitta to'xtalib o'tib ketdik. Ko'p joyda muammo bo'lyapti. Olib kelib o'zimiz o'rnatamiz. Prosta tushirishib, tiklashib, o'rnatishgani, ko'tarishni yetgan odam bo'lsa bo'ldi. Misol mana svarka ishlari, qolgan hamma ishlarni o'zimiz chiroylab yakunlab beramiz. Bemalol telefon qilinglar, ishlarni chiroylab bitirib beramiz. Hammaga rahmat.